Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, Shiron ishqibozlari, kanalimiz a'zolari. Mana Xudo xolasa keyingi zakaslarimizni ham tayyorlab, joy qo'yib o'rnatdik. Bu zakasimiz Andijon viloyati Baliqchi tumaniga o'rnatdik. Xudo xolasa bugungi sanamiz 14-aprel, hafta kuniga dushanba. Boshlangan hafta kunilar xayrli barakatli o'tsin. Bu yerga Xudo xolasa 5 ta uy, oldi ayvoniga mana veranda o'rnatdik, terasga. Mana bu yerda bu tomonda 3 ta uy bor. 3 ta uy oldi ayvon, bu yoqda mana 2 uy oldi ayvon. Atroflarni polni o'rab, ustunlarini ham o'rab berdik. Kanalimizda yangi bo'lib turganlar obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ysanglar, Xudo xolasa keyingi videolarimizni ham birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Xudo xolasa ishlarimiz yoqayotgan bo'lsa, like'larni ham aymaysizlar degan umiddamiz. Nomerlarimizni eslatib o'tamiz. Nomerlarimiz 90 763 12 61. Telegram, WhatsApp Xudo xolasa bor. Safarda yurgan aka-ukalarimizdan bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xo'p, mana endi ishlarimizni yaqinroq ko'rsatamiz. Bemalol yog'ochlarimiz Xudo xolasa sifatli yog'ochdan qilingan, aynaklarimiz yo'q, aynak qo'yilgan. Germetiklar qilib Xudo xolasa aynaklarni ham solib berdik. Holatlarni ko'rishingiz mumkin. Eshigimiz ham ochilib yopilishlari, rezinkalar qo'yilgan. Rezinkalar qo'yilgan, qalinligi 4,5 sm da. Shunday romlarimiz ham 4,5 sm qalinlikda bo'lgan. Hop, romlarimizni har bitta onasi yerdan ochiladi. Bunisi ham o'z mana bu joydan ochiladi. Xudo xolasa akvani singari dushkalarni qo'yib, aynalarni mana yo'diga aynak solib berganmiz. Bu ichkari holatlari. Mana holatlarni bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana ustunini mana tashqari tomondan o'rab berganmiz. O'zimiz yog'och materialdan. Mana bu tomondan bemalol ko'rishingiz mumkin. Yana bir bor kanalimizda yangi bo'lib turganlar obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ysanglar, Xudo xolasa keyingi videolarimizni ham birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Bu ishlarga like'larni ham aymaysizlar degan umiddamiz. Xudo xolasa like'larni qancha ko'p bossanglar, Xudo xolasa kimga mana sifatli Shiron kerak bo'lsa, shu ko'radigan akalarimizga tezroq yetib boradi. Mana ishlarimiz holati. Bu yerga tik qanotli eshik, bu yerga mana bitta bir qanotli eshik o'rnatilgan. Hop, bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa kimga mana sifatli eshik derazalar kerak bo'lsa, hammanglar sog' salomat bo'lasizlar. Nomerlarimizni yana qaytarib o'tamiz. 90 763 12 61. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Past qismini ham Xudo xolasa mana kompyuterlarda ro'ylar ochib chiroyli qilib o'rnatib berdik. Akamiz ham YouTubedan ko'rib zakaz qilgan. Xudo xolasa ishlarimiz yoqdi. Hammanglar sog' salomat bo'lasizlar.